Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Keyingi traktorimiz 354 traktorimiz Buxoro viloyati Peshku tumaniga sotilgandi. Bundan 1 yil oldin, примерно 1 yil oldin mana xitoylik mutaxassisimiz va vakilimiz Yuto zavodini bu mexanikimiz, bu kishi bizlarni klientimiz, mijozimiz ishlatib o'tgan. Ana 354-35 ot kuchli traktorimiz bizdan 140 million naqd pulga xarid qilgan. Skidkalarni qilib berganmiz. 1 yil oldin mana shu narxda olgandim. Hozir ham mana shu 140 million narxda. Unga ishlatib o'tgan agregatlari mana chisel, freza bu yoqda ham taqlagan. Buni ham ishlatyapti. У вас сейчас нет противовеса, можно выбрать задний противовес, чтобы добавить вес. Cruise 呀，你这个车就是还想问他那些老问题啊，就是这个他自己种地吗？种啥地？Sizda yer bormi shunda? Yer beramiz yoki yer beramiz. Shu nima yerlarni aytamiz. Xizmat ko'rsatish. 这个车是他啥时候买的呢qachon sotgansiz? 1 yil bo'ldi. Dolingni. 什么年？ 1年。买了1年了。这个车用了多少？qancha vaqt ishlatdingiz? 150 soat. 110。110工作小时。车在使用的时候还行吗？有没有遇到过什么故障？ Hop, qanaqadir zlom bo'lmadi, nima deydi, buzilish bo'lmadimi? Yo'q. 50 soatga lekin aptilni almashtirdim. To'qongu. 油啊、滤芯啊都换过。 Necha soatga almashtirish kerak deb so'ragandim. o'g'is yoshi, dolu o'g'is yoshi Jo'xon. Kapitalarni Jo'xon, dolu o'g'is yoshi Jo'xon. 那和咱们这个经销商说一声，他们有一个干。 Uni beraylik. O'sha. Ana buni keyin bitta shu mayli. 想问一下 Nima 他。 ichmaydi, unga bu yoqdan keyin bir ko'zini yechib ko'rsin. Mijozimiz o'zini takliflarini beryapti. Bu yoq kishi yozib olib zavodga chiqadi. U zavodga chiqmaydi, u zavodda vakili bular. Прямой kechadan beri Qarako'l, Olat. Tak, Rumita mana Peshku keldik. Obeddan keyingi yana tumanlarimiz bor. Tak, Kogon, Shofirkon, Vobkent taraflarda bo'lamiz. Mana 160lik freza ishlatyapti. Kpen. Chizillari bor. Kartoshka kapatil qilyapgan, endi hali ishlatmaganda. Ariq achishadigan, chel tortadigan bu bilan 350 turban. Poliyalarga. Mayda bog'dorchilarga mana freza. Ana shunaqa aytganlaringizdan keyin Rosqo'lga qarang turib turibdi ko'nasi nimasi. Ishlatilmagan, o'rib o'silmagan. Pavlion 9 metr. Polni 70 ta 80 ta yashik ketadi. Примерно на kilo уже yashik bitta nimasi. U 4 tane 5 tane bo'lib ketadi. 4吨。4吨的货车。能了，这速度不够。他是觉得，他目前的建议是觉得这个车，第一个是没有空调，第二个是重量还需要加重，是吗？重量？就是那个车的质量 ，vis。不是，不是重点，这个东西很容易坏，他觉得太细了。是。没有说重量的事情。Nagrizda olgan uzun olmasin diye. 他怕就是拉重的货的时候会坏。Demek, konserden mama konser bu yaxshi bo'lardi. Mana bu qanroq bu yaxshi bo'lardi. Yana nima mama? Tezligi. Mana klientimizning kelib tushayotgan takliflar va bu traktorlarimizda kondisioner yo'q edi bilasizlar. Bu traktorlarga xudo xolasa Toshkentga o'zi kelgan. Bu mijozimizdan tashqari mijozlarimiz ham kondisioner qo'yish so'ralgan. 350 tur ESK bo'lib kelgan. Endi yangi Fortez NF bo'lib 550 turlarga o'xshab kelgan. Ularda kondisioner bor. Reverse bor, kondisioner bor. Keyin tezligiga sal nima deyapti?
Kiramıyor bu. Kiradi. Kiradi. Ana o'zidan shu, ana o'zi 76 egilgan shu paxta. Shu paxta 76 egilgan. Mana buni qo'ysam, qo'sh qator deydi-ku. Ikkitadan ikki. Bir martaga olib ketaman. Mana 76 paxtaga ishlov beraman deyapti. Chisel bilan. Hech qanaqa xalaqit bermaydi, oraga tushadi. Qator orasiga tushadi. Mana shu yerda paxtalar bor. 76 ga ekilgan. Uni orasiga ishlov berib bilaman deyapti. Bemalol 76 ga paxtaga hech qanaqa zarar tekkizmaydi deyapti. Mijozimiz yana bir ikkita savollaringiz bo'lsa. Qo'limni shu yerga qo'ydim. Çiftli 76 kilogramı yok 90'lık mı? 76 egilgan. Tabii ki mi? 76 14'da. İki kat olursa 90 o. Mana 76 egilgan. Bu yani çok bolingda oqa. Yo, mayni Traktor ishlashi mana xarid qilganiga o'sha 1 yil bo'lgan xarid qilganiga ishlash holati zavod bo'lib turibdi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q, hech qanaqa pretenziyasi yo'q traktor tarafdan. Shunaqa melch narsalar bor, endi o'zgartirish kerak bo'lgan. Hamma mijozlarimiz ham har xil takliflar beryapti. Ana Buxoro viloyati Peshku tumanidan 354 traktor xarid qilgan mijozimizga keldik. Xitoylik vakillarimiz bilan fikr almashdi, o'zgartirish kerak bo'lgan joylariga takliflarni berdi, maslahatlarni berdi. Keyingi oladigan mijozlarga mana o'zlarining takliflari mijozimizdan. Aka, traktor haqida nima qildiryapsiz va qancha vaqt bo'yicha ishlatayotganingizga, qolgan mijozlarga tavsiya berasiz mana shu traktor texnikani olishga? O'sha haqida ozgina bir gapirib o'tsangiz. Bemalol boshdan gapiravering aka. Olinglar traktor yaxshi, yomon emas. Mana ana shu agregatlarni hammasini tortadi, ana shularni ishlatamiz. Mana olib pulimiz qayerib yuramiz egaydi. Yana 3 korpuslik puligingiz ham bor ekan. 3 korpuslik pulig ham bor. Undan tashqari mana shuncha agregatlar bor. Qishloq xo'jaligiga nima ish bo'lsa, hammasidan borini olib ishlataveramiz. Bir o'zim nima qilaman? Qo'rqaman. Bo'lmasa bunga qachon bitta nima ham taqlaydi, kaselka ham. Rotorni kaselka. Ha, yo'lga ko'rgan bo'lsangiz sariq turibdi-ku ichimga. Aha. Beramniki o'shani. Bu taqlataman deb qo'rqaman katta. Samad endi u baraban chiqib ketmasin deb. Kerak emas aytdim. Yaxshi, yomon emas. Rakibanda oğlumuz. Ha, bizda davolni. Rasxodlari yaxshimi? Katta emasmi? Yaxshi. Ishlashlari, bog'larning orasida burilishlari. Yo'q, burilishlarni, burillarni gap yo'q bu. Sudakilar o'ylaydi. Ana o'zi fermer mijozimizdan oldidan o'zlaridan intervyu ham oldik. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Hech qanaqa nimasi yo'q. Kuzga mazada bu. Kuzgi ishlarga sovuq bo'lgandan keyin ishni ham qurasiz, ishkasini yoqib qo'yasiz. Yaxshi. Fikr takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysangiz bo'ladi, hurmatli mijozlar. Mana endi keyingi yana Shofirkon tumaniga boramiz. U yerda ham 554 traktorimiz bor. U haqida gaplashamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Elektron 90 da işte 90 da